Assalomu alaykum hammaga. Biz mana To'xtaniyoz ota kalbasasini oluvdik. Kesganimizda ichidan mana bunaqa temircha chiqib keldi. Buni tiqib qo'ygan joyimiz yo'q, lekin mana bu nima temir bu? Bizga ham qiziq. Bu narsa nima o'zi bu? O'shuning uchun yosh bolalarga berayotganda ehtiyot bo'linglar. Sal maydaroq to'rg'aylar. Bu endi bu To'xtaniyoz otani yomonlash va boshqa maqsadda emas, prosta mana shunaqa temir chiqdi bizadan, yeminda. O'shuning uchun ehtiyot bo'lib sal qaranglar. To'xtaniyoz ota kompaniyasiga ham murojaat qilib qolamiz. Sal qaranglar narsaga, mahsulotga nimalar qo'shilib ketyapti. Bu narsa yoki mana bunaqa temirimi deyman. Mana bu temir anaqa qilib qo'yadi-ku. O'sha narsami bu? Bu narsa nimaligiga lekin bilolmadik. Alyuminga o'xshagan narsa. O'shuning uchun kalbasani sal yupqaroq kesinglar, maslahat. Shunaqa narsalar bo'lsa chiqib keladi. Agar qalinroq kessanglar, bu narsa ketib qoladi. Yosh bolalar yeganda chaynab yutib yuboradi yosh bolalar.